Cobalt mashinamizni moyka qo'yib oldik. Xo'p, bu mashinaga qo'yib bergan narsalarimiz, chuqurlarni taqib berganmiz. O'rliklariga mos keladigan qilib. Trekker bar ustunovka qilib berganmiz. Xudo xolasa 3 etapli shumka qilib beramiz. Narxi xudo xolasa $350. Largo Arduza balon ustunovka qilib berganmiz. Narxi $45. Zimelitda ishlari chuqur, ishini chuqurligi 8,5. Intra mashinamizda 3 etap polirovka, 3 etap keramika. Keramikamizni nomi Gion. Xudo xolasa 3 etapdan keyin shisha bo'lib, chiroyli bo'ladi. Himsga qo'yib oldik. Xo'p, usulov shumka qilyapmiz. Tom patologlik. Xudo xolasa bitgandan keyin chiroyli qilib obzor qilamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqing.